Nima uchun ko'pchilik insonlar qo'l oyog'i muzlayapti degan shikoyatlar bildiradi. Hozir sizlarga qo'l oyoq nimaga muzlaydi, sabablari, qanday kasalliklarda bo'ladi, uning oldini olish uchun nima qilish kerak, bolalarda nima uchun qo'l oyoq muzlaydi, nima uchun ayollarda qo'l oyoq muzlash ko'p, shu haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Assalomu alaykum. Doktor Boysunov kanaliga xush kelibsiz. Men doktor Boysunov, nevropatolog, igloterapevt. Bugun sizlarga qo'l oyoq muzlash sababini to'liq batafsil tushuntirib beraman. Birinchidan vazokonstruktiv, ya'ni qon tomirlar torayishi bilan bog'liq bo'lgan muammolar. Bu yerda hech qanday kasallik yo'q, hech qanday muammo yo'q. Ya'ni organizmda sog'lom, lekin tomirlar o'z-o'zidan torayadi. Qaysi holatlar? Tomirlar torayish hisobiga qo'l oyoq muzlaydi. Birinchi o'rinda mana sovuqda, harakatsiz yotgan insonlarda harakat kam bo'ladi. Yoki bo'lmasa past qon bosimi insonlarda, mana shu davlinasi past bo'lib yuradigan insonlarda qo'l oyog'i muzlab yuradi. Bunda kasallik emas, o'sha sovuq ob-havo yoki bo'lmasa harakat qilmay yotib qolgan yoki davlinasi past insonlarda qo'l oyoq muzlaydi. Birinchi sababi. Ikkinchidan, qon tomir kasalliklarida, misol uchun ateroskleroz deydi. Oyoqlardagi, qo'llardagi qon tomirlarda bilashkalar, ya'ni ateroskleroz, xolesterin bilashkalari to'planib qoladi va qon o'tmaydi. Qon oqimi pasayib ketgani hisobiga qo'llar va oyoqlar muzlaydi. Uchinchidan, nevropatiyalar, nerv sistemasi bilan bog'liq bo'lgan muammolar. Qaysilar? Qandli diabet, saxar bor insonlarda, vitamin B12 yetishmaydigan insonlarda va girjalarda, mana shu 3 ta kasal va bir qancha qo'shimcha kasallarda nerv sistemasida shikastlanish bo'ladi. Nerv sistemasi shikastlandimi? Miyaga signal boradi. Sening nerving deyapti, sezmayapti yoki bo'lmasa boshqacha holat. Bu yerda oyoq tagi issiq bo'lib turishi mumkin. Yoki bo'lmasa bir xil bo'lib turadi, miyaga signal noto'g'ri boradi va noto'g'ri borgani hisobiga oyoqda muzlab turishi mumkin. Yaxday, qo'l oyoq muzday bo'lib turadigan odamda hissiyot paydo bo'ladi yoki haqiqatan ham oyoq qo'l muzlashi mumkin. Kam qonlikda, to'rtinchidan, kam qon insonlarda nima bo'ladi? Qon kislorodni tashiydi. Kislorod kamayib ketdimi? To'qimalarga energiya olib bormaydi. Energiya olib bormagandan keyin organizm issiqlik ishlab chiqarmaydi. Tana o'z-o'zidan soviydi. Bu qo'l oyoqda asosan bilinadi, ya'ni muzlab turadi. Gormonal o'zgarishlar, 5-dan, gormonal o'zgarishda qalqonsimon bez, gipotireoz, ya'ni T3, T4 deb eshitgansizlar. Mana shuning kamayib ketishdan, bu T3, T4 moddalar almashinuvida ishtirok etadi. Issiqlik ishlab chiqaradi. Bu kamayib ketgandan keyin tanada sovuqlik hissi bo'ladi. Semirib ketadi va uyquchan bo'lib qoladi. Mana gormonlar buzilishida, ya'ni immunni qalqonsimon bez, gipotireoz, qalqonsimon bez bilan bog'liq muammolarda. Keyingisi, 6-si, mikrosirkulyatsiya. Nima mikrosirkulyatsiya? Qo'l oyoqdagi mayda qon tomirlarda, kapillyarlarda qon aylanish buziladi, ya'ni sirkulyatsiya buziladi. Buning hisobiga nima bo'ladi? Qo'llar birinchi o'rinda oqaradi, undan keyingisi ko'karadi va qizaradi. Ya'ni bizning qo'llarimiz, oyoqlarimiz oqaradi, ko'karadi, qizaradi. Yaxday bo'lib, muzday bo'lib qolishi. Bu Reyna sindromi ham deyiladi fanda. Ya'ni mikrosirkulyatsiya, qo'l oyoqdagi qon aylanish buzilishi hisobiga kelib chiqadigan kasalliklar. Bu ya'ni bu yerda mikrosirkulyatsiya buziladi. Keyingisi, ensida neyrosirkulyar distoniya, vegetativ nerv sistemasi bor bizda organizmda. Bu bizga bog'liq bo'lmagan avtonom nerv sistemasi. Shuning faoliyati buzilishi hisobiga kelib chiqadi. Eng ko'p uchraydigan mana shu vegeta qon tomir distoniyasi hisobiga kelib chiqadi. Bunda tomirlar spazm beradi, kengayadi, torayadi, ya'ni noturg'un kengayib torayishi hisobiga kelib chiqadigan kasallik. Bunda o'sha stress ham katta rol o'ynaydi. Bu
Biz aytayotganda 7-dan o'sha neyrosirkulярный distonniya, avtonom nerv sistemasi bizga bog'liq bo'lmagan, lekin buning tagida stress turadi, asabiylik turadi. Vegetativ qon tomirining balansi buzilgan, simpatik, parasimpatik nerv sistemasining balansi buzilib ketadi. Shuning hisobiga kelib chiqadigan muammolar, qo'l oyoqdagi muzlashlar va boshqa sabablar qaysilar? Misol uchun, chekish, kafein mahsulotlari ko'p iste'mol qilish, dori vositalari, beta blokatorlar deymiz, dori vositalarni ko'p iste'mol qilish, kam harakat, mana shular ham qo'l oyoqdagi muzlashga olib keladi. Endi qo'l oyoq muzlayapti. Yana bundan tashqari, yosh bolalarda nima uchun qo'l oyoq muzlaydi? Misol uchun, bolalar o'sib ketadi, o'sib ketgandan keyin tez o'sadi. Tez o'sgan paytda vegetativ nerv sistemasi o'sishdan orqada qoladi va qon o'sha vegetativ nerv sistemasi qon tomirni stimulab turadi va qon kelishini yaxshilaydi. Nerv sistemasi o'sishdan orqada qoldimi? Qon yaxshi qo'l oyoqning uchigacha yetib kelmaydi va qo'l oyoq muzday yaxday bo'lib turadi. Ya'ni bu bolalarda bo'layotgan holatlar va ayollarda uchrashi nimaga? Ayollarda ko'proq stressga beriluvchan bo'ladi, tez asabiylashadi, tez stressga beriluvchan va stressni tez qabul qilib, shuning hisobiga qon tomirlar risk spazm beradi. Spazm bergan paytda qo'l oyoqqa qon kelishi kamayadi va qo'llar mana bunaqa tirishadi. Muzda yaxday bo'lib qoladi. Qo'l oyoq yaxlab qolishi bu o'sha isterik stress bilan bog'liq bo'lgan holatlar ayollarda. Endi nima qilish kerak? O'zi umuman olganda qo'l oyoqdagi sovishi 3 ta asosiy mexanizmga bog'liq. Birinchisi qon tomir bilan bog'liq. Qon bilan bog'liq muammo, tomir qon bilan. Ikkinchisi asab bilan bog'liq muammo. Organizmda issiqlik energiyasi ishlab chiqarish bilan bog'liq muammo. 3 ta muammo yotadi. Buni nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda mana shularni tekshirib, qaysi birdanligini aniqlab olish kerakda, shunga qarab davo muolajasini qilish kerak. Lekin sizlarga tavsiya, xalq tabobati usulida, misol uchun, boya qon kamaydimi, qonni ko'paytirish kerak. Nerv shikastlandimi, nerv to'g'rilashimiz kerak. Yoki bo'lmasa qon aylanish yaxshimayapti, qon aylanish yaxshilash kerak. Yoki mana yoshlarda ko'p 70-80% holda kasallik yo'q, boya aytdim, o'sha vegetasidik distoniya. Shunday holatlar bo'ladi, lekin qo'l oyoq muzlab yuradi. Bunday insonlarda uy sharoitida qilib yuradigan tavsiyalar, 5 ta oltin tavsiyani aytaman. Birinchi o'rinda oyoqda issiq vanna qilish, issiq vanna, suv 37-40 gradusda 10-15 minut qilish kerak. Birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda tabiiy mahsulotlar, qizdiruvchi mahsulotlar, qalampir yoki bo'lmasa zanjabil. Mana shu ikkita mahsulotni iste'mol qilib turish kerak. Buning tarkibida organizmda issiqlik ishlab chiqaradigan gingera degan moddasi bor. Bular biz uchun kerakli modda va bizni tanamizni isitib beradi. Uchinchidan nima qilish kerak? Massaj qilish kerak. Massaj biz uchun juda ham muhim. O'sha qon aylanishini yaxshilaydi, mikrosirkulyatsiyani yaxshilaydi va hokazo. To'rtinchidan har kuni 20-30 minut yurishimiz kerak. 20-30 minut yurish kerak. Обязательно 20-30 minut yursa, o'sha qon aylanishi oyoqda, qo'lda issiqlik bo'ladi. Va to'rtinchidan issiq kiyim, issiq paypoq, issiq qo'lqop kiyib yurish kerak. Bularni uchalasini birgalikda qilish. Misol uchun harakat, vanna, massaj juda ham zo'r yordam beradi. Mana shuni qilsalaring, sizlar oyoq qo'ldagi muzlash degan muammo bo'lmaydi. Kimdadir mana shu oyoq qo'ldagi muammolar, muzlash muammolari bo'layotgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilsalaring, albatta sizlarga yordam beramiz. Nimadan bo'layotgani, qanday muammolar yoki bo'lsa kommentariyada qoldirishlaring mumkin. Kimda shu qo'l oyoq muzlayapti? Savollar yo'llasalaring, unga ham yordam beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.